Eng problemdan nima Hozir biz trotuarga ishlashimiz kerak-da. Azamat. Hozir trotuarga ishlaymiz. Al ko'rsatib berasiz. Siz ko'rsatib berasiz. Trotuarga ishlaygilar, qalan qolganda ko'ramiz. Buna o'shil chiqib ketdi. Qara bu başti. Bu başti. Qara. 1, 2, 3, 4 metr chiqib ketdi bu. Ha. Bu şu soruna çıktı ama böyle. Samolyotni qurib ruxsat eshitib kelsin. Ona eski sayzdan qolgan ona liniya zasur ko'chadan ketadi. Mo'zam cheganda qarab turib olish kerak. Ularda krasniyda o'tirishadi. Bular nima yerdan to'sgan bo'ldi? So'ndan ochdi. Bundan to'zg'olgan bo'ldi. Ha, bu bayna qilib olibdi. Mana qara. O nariyog'ini men qildirib keldimmi? Insof bilan bergan odam qilyapti. Lekin buni necha marta aytsak baribir qilmadi buni. Mana qarab, bir krasniyda o'tirishadi ekan. Söz kiyim поручение берем alıp koyasın ama biz şunu doказать tegi avto uzan marşrutlarda kanesteni alıp paramız. Siz yaxşı kishi ekan. Qarama, sonra alıp qolibdi. Bular qara qanday istafatlar qo'yib qolibdi bolalar. Havo qanday yaxshi. Rahmat. Mana barli qizsiz chiqib kelibsizlar-ku javob. To'g'ri. Boshlab 5 metr, 4 metr chiqib kelibsizlar. Qizsiz, mahkum yetakchiman. Aksakallarımız, tuzbalarına geldik. Erten Mo'zam cheganda barini qarab olib, qachon trotuar ochamiz. Rahmat sizga, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sizlar ishlar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr, rahmat. Kıymetli yol açıyor. Ne degen hazır bunu operasyonel yolda, Cumhurbaşkanı 177 kötü var. Olgusu jasalgan. Bu yerda nimasi qancha, uzunluğu qancha? 2,5 kilometre. 2,5 kilometre. Birisi 2,5 kilometre, ikincisi. Az bisiklet qancha razvoska bo'ladimi? Razvoska. Ana ikinci yol bu yoqdan mostdan o'tibdi. Most bor bu yoqda o'rtada. Onu hozir trotuar imo yo'lda achish kerak ekanda, selesообразно bo'lsa. Borib ko'raylik. Borib ko'raylikdagi, agar действительно o'tirgan bo'lsa, onda trotuar plus shuni jasaydi. Şu yerda 30 metrelik yol var. Hech qanday to'sinchilik yo'q, daya. Только asfalt bosib. Действующий yo'q, mana только taş yo'l. Только taş yo'l. 50 sa finansирование 138-ko'chani asfalt bosib qo'yganmiz biz yer tarafda. Şu yerda 2 kilometr 600 metr. Şu yerga da ulanib turib, o'zi Furqatga chiqib ketadi. Men отдельно keleyim, ballar bilan kelib ko'rsatingiz. Хорошо? Тротуар, освещение, скамейка, мощный qilib bunday adam suqana turgan qilib qo'yish kerak-da. Ava, so'nin qilib, obili qilib, именно shu yer so'nni shu подходит. Qara. Mektab bo'lsa, odamlar chiqib demala turgan Skameykalar. Skameykalarni qo'yib, jarqlandirib, jashinlantirib qo'ysa, monda ko'rinadi, eldaga rozi bo'ladi. Aytadi, "Ha, молодцы, ishlashyapti bolalar" deb chiqqanda именно bir sentrga o'shunday bir yer qilishimiz kerak. Men o'sha yer нормальный deyimda, ha, qanday deysiz? Mektab sizning FAP'ingizdagi poliklinikalar bor ekan. Sen de o'sha yer ekanda почти, ha? O'sha yer. Ha, o'sha yerda bir arxitektor tushundingiz, ha? Shu yerda molarni bir olib turgan bo'lsa, olib, ha, Mo'zam chegini borib qarab, bo'lib so'nim turib, sharq o'xshatib qo'yish kerak-da, ishlamaydi, elda rozi bo'ladi, ha, молодец mana deydi. Uni barini olishning keragi yo'q. Zачем lishli раз ақша to'laydi, arendada o'tirishadi, qancha kishi ishlaydi, налог to'laydi, tarqib berib. O'shaning uchun uni so'nim qilib, obligini birday qilib o'ngdab, yaxshinaqa qilib, narojda fasad o'ngdab turib, qara. Mana. Bir fasadın bir liniya azamat. Onda bir liniya tartib turib, oblik qilib, освещение qo'yib, tatnaqa qilib o'ngdab qo'yish kerak, aldan bruschatka bostirib. Все, bo'ldi, bitdi. Ana za krasota.